Afsuski, O'zbekistonda yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. 27-may kuni Angren shahrida dahshatli falokat bo'lganligi haqidagi xabar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining yuragini larzaga keltirdi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. 27-may kuni Angren shahrida mast haydovchi yo'lning belgilanmagan joyidan o'tayotgan piyodalar, ota va uning 2 farzandini urib yuborib, voqea joyidan qochib ketdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi vafot etgan. Kun.uz ixtiyoriga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, 27-may kuni Toshkent viloyati Angren shahrida 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan dahshatli avariya yuz berdi. 27-may soat 8:30 larda Angren shahar Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida mast haydovchi Matiz avtomobilida yo'lning belgilanmagan joyidan o'tayotgan piyodalar, ota va uning 2 farzandini urib yuborgan. Haydovchi voqea joyidan qochib ketgan. Manbaga ko'ra, yo'l transport hodisasi oqibatida ota voqea joyida, uning voyaga yetmagan farzandi esa 28-may kuni ertalab shifoxonada vafot etgan. Oilaning yana bir voyaga yetmagan farzandi jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Oila uchun juda og'ir vaziyat, hamma qayg'uda. Post patrul xizmati xodimlari haydovchini ushlagan deydi Kun.uzga xabar bergan fojiadan xabardor fuqarolardan biri. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati Angrenda shunday fojia bo'lganini Kun.uzga tasdiqladi, lekin hodisaning boshqa tafsilotlarini ochiqlamagan. Shuningdek, 26-may kuni soat 20:49 larda Namangan shahri Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4P112 avtomobil yo'lining 87-kilometrida 2006-yilda tug'ilgan fuqaro Nexia 3 rusumli avtomobilni haydab ketayotganda boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng chetiga chiqib ketgan hamda daraxtga urilgan. Natijada avtomashinada yong'in yuzaga kelgan. Qutqaruv ekipaji hodisa joyiga yetib borgan. Yong'in qutqaruvchilari va fuqarolar tomonidan o'chirilgan. Ma'lum qilinishicha, yong'in oqibatida avtomashina to'liq yonib zararlangan hamda haydovchi voqea joyida vafot etgan. Eslatib o'tamiz, aprel oyida Toshkentning Yangihayot tumanida harakatlanib borayotgan Isuzu yo'l chetida to'xtab turgan yuk mashinasi ortiga borib urilganda. O'shanda yo'l transport hodisasi oqibatida Isuzuda yong'in kelib chiqqan hamda undagi 2 kishi halok bo'lgan edi. Bu holatda ham 19 yoshli yigit bu yorug' olamni tark etgan. U ham mashina ichida yonib ketganligi aytib o'tilgan. Hurmatli tomoshabin, videoroliklarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda keng ommaga tarqalishiga o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.